hali ham siz mana shunaqa penit katagini 64 talik katak chizib turib, ichidan avlodlarni bitta-bitta qidirib topib masala ishlayapsizmi? Hozir men sizga shunday oson yo'lini o'rgataman. Qisqa vaqt ichida birdaniga shu organizma sonini penit katagini mana shunaqa 64 ta penit katagi chizmasdan turib topish yo'lini o'rgataman. Siz faqatgina obuna bo'lib qo'ying, like bosib, kommentariya yozib qoldiring. Qarang, mana bunday hisob-kitob qilinadi. Ya'ni har bir mana bu chatishtirilgan avlodlarni bitta-bitta chatishtirib ko'riladi. Ya'ni A bo'yicha chatishtirib ko'riladi, B bo'yicha, D bo'yicha chatishtiriladi va natija ko'ryapsizlar. Hammasida genotip jihatdan 1-2-1, 1-2-1 nisbatlarida va masalan sizlarga mana shu 64 ta penit katagini ichida mana bunaqa organizmlar nechta ekanligini topishingiz kerak bo'lib qoldi. Shunda nima qilasiz? Siz endi mana bu organizm bu yerda nechta? Demak 2 ta ekan. Bu organizm bu yerda nechta? Demak bitta ekan. Bu organizm bu yerda demak bitta ekan. Bunaqa genotiplar va bularning har bittasini o'sha nisbatini ko'paytiriladi va bu yerda 2 ko'paytirib 1 ko'paytirib 1 bo'lyapti va natija 2 bo'ladi. Va mana shu genotipli organizm 64 ta katakning ichidan ikkitasida, ikkita avlodda mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi va mana ko'ryapsizlarki, ikkitaligini men qisqa vaqt ichida topdim. Ya'ni 64 tani bitta-bitta men filtr qilib chiqmadim. Xo'p, masalan yana kattada bo'lsa. O'zingiz qilib ko'ringlar. Katta A kichik A bo'ladigan bo'lsa, demak 2, katta B kichik B bo'ladigan bo'lsa, demak 2 ta hosil bo'lyapti. Kattada holatda esa 1 genotip va bularni ko'paytiradigan bo'lsak 4 chiqadi va shunaqa genotipli organizm 64 ta katakning ichidan 4 ta ekanligi ma'lum bo'ldi. 64 tani chizib ichidan bitta qidirish shart emas, 4 taligiga ishonch hosil qilib bemalol ishlab ketsangiz bo'ladi.